Men bir Farg'onalik asker sifatida g'ururdaman, faxrdaman. Chunki asker ikkinchi hayotini boshladi. 2023-yilda prezidentimiz tomonidan chiqarilgan 222-qaror amalga oshdi. Asker maktablari yaratildi, mahoratli kitoblar chiqdi. Bu albatta xalqimizni baxti. Yana bir narsa eslash kerakki, jahon tarixchiligida juda ko'p yozuvchilar o'tgan. Lekin Abdulla Qodiriy beqiyos yozuvchi. Siz o'sha degan gap bilan butun asarni ifoda qiladigan xalqimiz bor. O'sha Otabekni ko'radigan bo'lsak, Kumushni ko'radigan bo'lsak, Anvarni ko'radigan bo'lsak, Sher bilan mot qilgan Ra'noni ko'radigan bo'lsak, mana yangi Marg'ilonga kelishsin. Binolar tarovatini qarang, milliyligimizni qarang, chiroyli hunarmandlarimizni qarang. Novvoylar non yopgan, kosiblar qilgan. Mana chiroyli pazandalar bo'lyapti. Bu albatta tinchlikda, to'kinchilikda nishonasi. Hani kim kuladi desa aytadi, baxtli insonlar kuladi. Ertagalik kunga umidi bor inson kuladi. Dasturxoni but inson kuladi. Mana shunday yurtboshimiz bor inson kuladi. Shuning uchun har bitta xonadonda kulgu bo'lsin. Mana bu koshonalar butun yurtimizga, mamlakatimizga qulluq bo'lsin. Birinchi o'zbek romanchisi Abdulla Qodiriyning